Короче, 3 xil yumush, qaysi biri original? Videoni oxirigacha ko'ring, ajratishni o'rganib olasiz. Juda ko'pchilik kommentariyada yumushni ajratib berishimizni so'rashdi. Bundan keyingi mahsulot qaysi biri bo'lsin? Kommentariyada yozib qoldiring. 1 xil emas, 2 xil emas, 3 xil yumush qanaqa qilib ajratiladi? Eng asosiy farqlarni ko'rsatamiz. Mana bu O'zbekistonda ishlab chiqarilgan idish hisoblanadi. Buni originaldan ustidan ajratib olsa bo'ladi, lekin bunisi kopiya idish hisoblanadi. Bo'shagan original idishni ichini prostoy qilib chiqishgan, buni ustidan ajratish juda ham qiyin. Bo'shagan idishini musurgadan yig'ib chiqib, ichini prostoy qilib chiqsa desam, ko'pchilik ishonmaydi. Mana isboti bilan ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, ajratishni o'rganib olasiz. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan idishini originaldan ajratsa farqlasa bo'ladi. Ayig'iga e'tibor bersanglar, ochroq rangda poddelkaniki, originalniki to'q rangda. Mana bu joydan farq qilib turibdi-yu, mana shu joydan ajratsa bo'lmaydimi deysizlar mumkin. Lux kopiyani ham originaldan ayig'ining rangi boshqacha-yu, shundan ajratsa bo'lmaydimi deysizlar mumkin. To'g'ri, hozir farq qilib turibdi. Aytganimdek, bu eski dizayn, bu yangi dizayn. Keyinchalik bu ham 1-2 kun ichida обновление bo'lib, kimdir buni ham musurga tashlaydi, bular musurgadan yig'ib chiqib, buni ham ichiga prostoy qo'yib chiqadi. Shunga masholar bir xil bo'lib qolishi mumkin keyinchalik 1-2 kun ichida. Shuning uchun asosan bu joylarga e'tibor bermasdan, ko'rsatgan joylarimga e'tibor bersanglar, adashmaysizlar. Orqasidan farqi, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan idishni guliga e'tibor bersanglar, mayda, originalniki yirik bo'ladi, Lux kopiyaniki ham yirik bo'ladi. O'zbekiston idishni sirogi mamlaqa yirik yozilgan, originalniki mayda bo'ladi. Ayig'iga e'tibor bersanglar, bu yoqda ham ochiq, originalniki to'q rangda. Unda Lux kopiyani qanaqa qilib ajratamiz deganlar uchun sirogiga e'tibor beramiz. Originalniki sirogi uchmagan, poddelkaniki sirogi uchgan, sababi suv tiygan, boshqa bo'lgan, sirogi uchgan. Keyin qirilgan, chizilgan joylari bo'ladi. Yaxshilab e'tibor bersam, mana oq joyga e'tibor bering. Qirilgan, originalniki qirilmagan. Sababi bu bir marta ishlagan idish, musurga ko'rgan, boshqa ko'rgan, qirilib chizilgan joylari bo'ladi. Mana yon tomonlardan ham qirilgan, originalniki yangi bo'ladi, ishlamagan idish. Bu ishlagan idish, ichi prostoy. Kirishkasiga e'tibor beramiz. Mana chizilgan, qirilgan, mana kir bo'lib qolgan, mana shunaqa joylardan ajratsa bo'ladi. Originalniki ishlatilmagan, sezilib turibdi. Bu bir marta ishlagan. Faqat shundan ajratsa bo'ladi. Lux kopiyani boshqa ajratish iloji yo'q. Sababi idishi bir xil. Shunchaki musurgadan yig'ib chiqib, ichini prostoy qilishgan bo'ldi. Boshqa joydan ajratib bo'lmaydi. Faqat shu qirilgan, chizilgan, sirok uchgan, kirishkalar eskirgan, shundan ajratsa bo'ladi. Boshqa joydan ajratish qiyin. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan idishni kirishkasidan ham ajratsa bo'ladi. Idishi bilan kirishkasining rangi 2 xil, originalda 1 xil bo'ladi. Lux kopiyada ham 1 xil. Tagidan farqi, originalda mamlaqa Unilever yozuvlari bo'ladi, mamlaqa nomerlari bo'ladi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan idishda unaqa narsalar yo'q, Unilever yozuvi yo'q. Lux kopiyada ham Unilever yozuvlari